Assalomu alaykum, Beruniy beton quyish xizmati obunachilari. Bugun mana Kiribdagi ishimizdan bitirdik. Kirib 2-brigad. Olimboy akaning o'g'li Rashid akaning uyini stoyashkasini qo'ydik. 300 kvadrat stoyashka qo'ydik, 95 metr bordiyor qo'ydik. Bordiyorning balandligi 1.10 dan 95 santigacha bo'ldi. Burga ketgan xarajat, pul xarajati, o'sha qo'laqisida ichida. Qo'yilgan klyonka setkasida ichida. Setka hamma yerga qo'yilmadi. Mana tushib turgan yerga qo'yildi. 7-8 kamaz chegada ketdi. 300 xalta sement ketdi. 4 kamaz shibintash, 1 kamaz butkamin ketdi. Qo'laqisida ichida 44 million so'm pul ketdi. Mana bugun ishlagan yerimiz, mana qarab olib turgan yer. Bugun quygan yerimiz stoyashkasini. Mana yog'ini kelgan kunimiz qo'ydik mana. Qayerga chechib yuboring shularni? Ankirchakkacha. Mana yog'i mana vertolyot turgan yog'i bir kun burun quygan yerimiz. Mana yog'i bo'lsa mana bugun quygan yerimiz. Mana yana bir marta aytaman, 4 kamaz ketgan xarajat. 4 kamaz shibintash ketdi, 1 kamaz butkamin, 7-8 kamaz chega ketdi. Sababi bu yerda o'yla balanti ko'p edi. Shu ko'tarib aytganda aytib to'g'rilab quyib berdik. 300 xalta sement oldik, 290 xaltasi ketdi. Stoyashka 300 kvadrat, bordiyor 95 metr. Qo'laqisida ichida aytgan pulimni. Yana bir marta aytaman, qo'laqisida ichida.